İslam dünyası Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan keyin tunji qatim siyosiy jihatda ikkiga bo'linish girdobiga keladi. Qur'on hadisga amal qilishni shart qilsanglar qabul qilaman, ammo undan boshqa paloniga urush etishni shart qilsanglar men buni qabul qilmayman. Ey Abdullah, sen asla taslim bo'lsang bo'lmaydi. Sen haqiqat yo'lda o'lib shahid bo'lsang bo'ldiki, taslim bo'lsang bo'lmaydi. Biz ilgirki dersimizde ötkünümüzde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam vefat topgandan keyin Resulullah'ның ornuga o'rinbosari bo'lib tunji qatim Hazreti Abu Bakr saylangan. Uningdan keyin Hazreti Umar saylangan. Hazreti Umar shahid qilingandan keyin Hazreti Osman xalifa bo'lgan. Hazreti Osman xalifa bo'lib shahid qilingandan keyin Hazreti Ali kengash orqali musulmonlarning 4-xalifasi bo'lgan. Hazreti Ali xalifa bo'lgandan keyin tunji qilgan ishi bo'lsa, Madinaga bostirib kelgan isyonchilarni qaytirish, ichki vaziyatni muqimlashtirish bo'lgan. Chunki Hazreti Osmonga qarshi isyonchilar bosh ko'tarib Madinaga kelgan ve Medine'nin muhasırıga algan ve Medine'nin içinde Hazreti Osman'ın uyunu muhasırıga elip Hazreti Osman'ı şehit kılıp öldürüp etken. Hazreti Ali isyançı qoşununun sanının köplüki, yani isyançı qoşununun sanı 12 bin idi ve Hazreti Osman'ı kimnin öldürülüki iniq bolmağanlık için ma isyançılarını keyini qaytırıp vaziyatni tinchitgandan keyin Hazreti Osman'ın qatilini topama deb eng avval isyanchilarni keyiniga qaytirish siyosatini qo'llangan. Lekin Hazreti Alining bu siyosati Shamning valisi Muaviyaga, Zubayr ibn Avvamga, Talhat ibn Ubaydillahga yoqmagan. Biz buning tafsilotini ilgirki darsimizda bayon qilib bo'ldik. Eng oxirida Hazreti Ali bilan Hazreti Muaviya to'qinish girdobiga berib qolgan. Sahobalarning o'tirg'i tushishi orqali tahkim, ya'ni hukm qilishi orqali 6 oy keyin hukm qilamiz deb Ramazon oyiga kechiktirgan. Chunki har ikki taraf besiqsin, qini so'g'sin, ondan keyin hukm chiqayli deb buni keyingi kechiktirgan. Mana mush paytda Hazreti Alining sulhiy kelganligiga qarshi chiqqan bir bo'lak kishilar Hazreti Alining safidan ayrilib xavarij deb atalgan. Mana mush xavarijlar Hazreti Ali kafir bo'ldi. Muaviyaga Allah burun kafir bo'lib bo'lgan, Hazreti Aliga bay'at qilmay, endi Hazreti Ali Muaviyani o'ltirmay, uni bostirmay sulhiga kelib kishilarni hukm qilg'izib, bu kafir bo'ldi. Shunga ikkilisini o'ltirib o'tishimiz kerak deb shundoq suiqasd planlagan. Natijada Hazreti Alini kechida keyindan xanjar urib xavarijlar shahid qilib etgan. Ahvol bo'lsa Muaviya texa bay'at bermagan islom dunyosining bir qismi, masalan Sham ve onun etrafındaki rayonlar, Mısır, muş rayonlar Hazreti Muaviyani qo'llaydi. Chunki u yerning valisi Hazreti Osman'ning jamiyatidan edi. Bu sababdan Hazreti Osman'ning qatilini eng avval tepish kerak deb qarab Hazreti Aliga bay'at bermagan. Mana mushundaq paytda Hazreti Ali shahid qilinib, to'g'ri yo'lda mangan 4 xaliflik davri oxirlashadi. Hazreti Ali shahid qilingandan keyin musulmonlarning 5-xalifasi kim bo'ladi degan bu masala o'tirg'a chiqqan. Rasulullohning cho'ng sahobalaridan Abdullah ibn Abbas va Abdullah ibn Mas'ud qatorliq sahobalar kengash orqali musulmonlarning 5-xalifligiga Rasulullohning narvisi Hazreti Alining o'g'li Hazreti Hasan radhiyallohu anhuni muvofiq ko'rib uni xalifalikka saylagan. Lekin Shamda Hazreti Aliga bay'at bermagan Muaviya va Misrning valisi Amr ibn As Hazreti Hasanning xalifaligini qabul qilmagan, uni e'tirof qilmagan. Shundaqla uning atrofidagi kishilar Hazreti Muaviyani xalifa bo'lish kerak va mushu loyiq deb qaragan. Hazreti Muaviya qarshi rayonlar ko'p bo'lib qolmay, u tavallikidagi rayonlarni nihoyat taraqqiy qildirgan, intizomlashtirgan. Bu sababdan nurg'ulg'an kishilar Hazreti Muaviyaga bakrak ishongan. Yana kelib Misrning valisi Amr ibn As bu xalifalik o'rniga Muaviya loyiq deb qaraydi. Ama Hazreti Hasan bo'lsa Mekke, Medina, ya'ni Hijaz rayoni va Iroq tarafdagilar qo'llaydi. Shunda qilib islom dunyosi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan keyin tunji qatim siyosiy jihatda ikkiga bo'linish girdobiga keladi. Ya'ni Iroq, Mekke, Medina, Hijaz rayonlari Hasan roziyallohu anhu bay'at qiladi. Sham, Misr va Shamning atrofidagi rayonlar bo'lsa, ya'ni bugun kunimizdagi Suriya, Iordaniya, Umman qatorliq rayonlarning hammasi Muaviyaga bay'at qiladi. Shunda qilib musulmonlarning beshiga 2 dona xalifa bay'at bo'ladi. Hazreti Hasan tarafini tutgan Iroqliklar bo'lsa Muaviyaga nihoyat o'ch edi. Ular Hazreti Hasanga bay'at qilishda Muaviyaga urush etishni shart qilgan, ammo Hazreti Hasan buni rad qilgan. Qur'on hadisga amal qilishni shart qilsanglar qabul qilaman, ammo undan boshqa paloniga urush etishni shart qilsanglar men buni qabul qilmayman degan. Iroqliklar unda bo'lsa biz yana bay'at qilamiz, ammo chuqur Muaviyaga urush etishimiz kerak deb qarashadi. Darvaqa ular Hazreti Hasanga bay'at berib bo'lgandan keyin Hazreti Hasanni har xil usullar bilan Muaviyaga qarshi urush etishga qistaydi, undaydi. Lekin Hazreti Hasan musulmonlarning qini to'kilmaslik kerak deb qaraydi. Bu sababdan Hazreti Hasan Muaviya bilan ko'rishib buni hal qilish maqsadida Sham qarab yo'lga chiqdi va uning bilan birga 40 ming kishilik qo'shin birga chiqdi. Lekin qo'shindagi ko'p qism kishilar bo'lsa Muaviyaga adovati va Muaviya bilan urush qilish niyatini ko'ngliga to'kib chiqqan edi. Hazreti Muaviya Hazreti Hasanning Sham taraf qarab kelayotganligini anglab uning oldiga chiqdi va bu ikki qo'shin uchrashdi. Hazreti Muaviya Hazreti Hasanga 2 dona elchi avatib musulmonning qini behuda to'kilmasin, xalifalikdan tushib bersin, qanday shart qo'ysin, lekin islom dunyosini birlik keltirayli deydi. Hazreti Hasan ko'p o'yinish orqali faqat men tushib
yordam bersem islom dunyosi birlik qiladigan ish bo'lsa, bo'ldi men tushib biray deb Hazrati Muaviyaga birinchidan Qur'on hadis bo'yicha mengishni, ikkinchidan o'zining keyin ma'lum bir odamni vali ahdi qilib tayinlamaslikni, shundaqla burunqi o'ch adovatning hammasini unutishni, Iroqlikqa qarshi hech qanday bir jazo, hech qanday bir adovat tutmaslikni talab qilib, bu shartlarni qo'yib xaliflikdan tushib birishga ma'qul bo'ladi. Hazrati Muaviya bu shartlarning hammasiga qo'shildi. Shunda qilib Hazrati Hasan qo'shinni yondirib paytaxt bo'lgan Kufaga qaytib ketadi. Qo'shindagi qo'mondonlar, cho'nglar nihoyat xafa bo'ladi. Hatto Hazrati Hasanni qo'rqincha, urush qilishdan qo'rqdi deydi. Hatto ba'zilari Zalilul mu'minin, sen mu'minlarning amiri emas, mu'minlarning xorishsan deb nurg'ulon haqoratlarni qiladi. Maqsad nima? Urushmidi, Muaviyani o'ltamidi deb qaraydi. Albatta bularning ko'pinchisi musulmonlarning bo'linishini, o'zaro qon to'kishini to'rt ko'zdan kutayotgan din dushmanlari, islom dushmanlari edi. Lekin Hazrati Hasan o'zining nafsini yengib xaliflikdan voz kechib bo'lsa-mu, mana bu shundaq behuda qon to'kilishining oldini oladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning bishoratiga noil bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bir kunisi qashida o'ltirgan Hasanga qarab, mana bu sayyid, ya'ni mana bu yetakchi. Alloh taolo mushu narram orqali ixtiloflashib qolgan, urush girdobiga berib qolgan ikki musulmonlar qo'shinni isloh qiladi deb bishorat bergan. Darvaqa Hazreti Hasan ana shundaq o'zining nafsini yengib xaliflikdan voz kechib Hazreti Muaviyaga xaliflikni o'tinib berib islom dunyosining qaytadan bir xalifa ostiga jug'unishiga sabab bo'ladi. Mana bu sababdan mush yili Amul Jamoa, ya'ni birlik yili, jamoat yili deb ataladi. Shunda qilib Hazreti Muaviyaga islom dunyosining hammasi bay'at qilib Umaviylar davri boshlanadi. Hazreti Muaviya bo'lsa Abu Sufyonning o'g'li bo'lib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida Makka fatisida nurg'ulg'an vazifalarni, nurg'ulg'an tuhfalarni yaratgan. Hazreti Umarning davrida qo'shinga qo'mondan bo'lib Shamning atrofidagi ba'zi rayonlarning ko'pinchisini ana shu Muaviya azod qilgan. Bu sababdan Hazreti Umar uni Shamga vali qilgan. Shundaqla Hazreti Osmonning davrida tunji musulmonlardan tashkillangan dengiz flotini Hazreti Muaviya qurib chiqqan. Shundaqla Hazreti Muaviya nihoyat usta siyosiy va dahi bo'lib, atrofidagi kishilarni o'ziga nihoyat puxta bog'laydi. Atrofidagi kishilar Muaviyani favqulodda yaxshi ko'radi. Hatto ba'zilari Muaviyani xalifadan bakrak cho'ng biladi. Shundaqla Hazreti Muaviya islohotchi bo'lib, harbiy va iqtisodiy jihatdan nihoyat zo'r islohotlarni olib kelgan. U xalifa bo'lgandan keyin dengiz flotini 1700 ga yetkazadi. Shundaqla Misr va Suriyadagi dengiz floti Bizantiyaniki dengiz floti ustidan g'alaba qilib, dengizdagi ustunlikni egallaydi. Bu sabab bilan Qustantiniyaniki, ya'ni hozir Istanbulning atrofidagi rayonlarning hammasini fath qilib, islom jo'grafiyasiga qo'shadi. Hatto Qustantiniyaning sepili qadar keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mening ummatim dengizda kezib, Alloh yo'lida kurash qiladi, ana shularga jannat vojib bo'ldi degan edi. Mana bu sharafga Hazrati Muaviya erishadi. Hazrati Muaviya Qustantiniyani, ya'ni hozirgi Istanbulni fath qilish uchun tunji qatim o'g'li Yazidni qo'mondan qilib qo'shin avatadi. Shundaqla bu qo'shinga 90 yoshdan oshgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning cho'ng sahobisi Abu Ayyub al-Ansari birga chiqadi. Chunki Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning u bishoratiga erishishni xohlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam la taftahanna al-Qustantaniyya falan ya'mal amiru amiruha wa lan ya'mal jayshu zalika al-jaysh. Qustantiniya, ya'ni Istanbul chuqum fath qilinadi. Ana shu qo'shin nihoyat yaxshi bir qo'shin, ana shu amir, shu qo'mondan nihoyat yaxshi qo'mondan degan edi. Abu Ayyub al-Ansari ana shu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom maqtagan qo'shinda bo'lish uchun 90 yoshdan oshgan bo'lsa-mu, bu qo'shinda birga chiqadi. Shundaqla askarlarga agar men yo'lda vafot tepib qolsam, meni sizlar borolgan yergachilik, ya'ni islom jo'grafiyasining eng to'y yeriga gapirib dafna qilinglar deb vasiyat qiladi. Shunda qilib Muaviyaning o'g'li Yazid boshchiligidagi qo'shin Qustantiniyaga yetib keladi va sepining hammasini muhosiraga oladi. 2 oyga yaqin muhosiraga olib bir qancha qatim hujum qilgan bo'lsa-mu, sepining ishini ocholmaydi, sepildan o'tanmaydi. Mana mushundaq paytda Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu vafot topadi. Uning vasiyati bo'yicha Yazid uni ana shu Baralg'ayaning eng to'gichilik, ya'ni Qustantiniya sepilining to'gi dafna qiladi. Shundaqla Yazid qo'shini amalsiz keyniga chekinadi. Shunda qilib Hazrati Muaviya tunji qatim Qustantiniyani azod qilish uchun qo'shin avatgan sahobiy hisoblanadi. Rim podshohi Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu ningki sepilining to'gi dafna qilinganligini anglab, qo'shin qo'mondoni Yazidga mundaq xat yozadi. Ey qo'mondan, men sizlarning payg'ambaringlarning cho'ng bir hamrohininki mening sepilimning to'gi dafna qilinganligini angladim. Men sizlar yaxshi ko'radigan, hurmatlaydigan u kishining jasadini tortib chiqib tashlab beraman deydi. Va bu orqali qo'shinning ruhiga tegmoqchi, shundaqla qo'shinga psixologiya jihatda urush qilmoqchi bo'ladi. Buni anglagan Yazid Rimning podshohiga mundaq xat yozadi. Angla, agar payg'ambarimizning bu hurmatli sahobasining jasadiga, qabrisiga qanday shaklda azroqli zan yetadi ekan, men o'zimning jo'grafiyasidagi har bir xristianni o'ltirib tashlayman. Shundaqla o'zimning jo'grafiyasidagi har bir cherkovni yiqib tashlayman deb xat avatadi. Bu xatni anglagan Rim podshohi darhol odam turg'izib, Abu Ayyub al-Ansarining atrofiga tam so'qtirib, uni qo'g'dashga odam qo'yadi. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning yana bir mo'jizasi ro'yobga chiqadi.
O qaysi degan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir ayollarning yanında to'y qiladi. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni nihoyat yaxshi ko'radi. Uningga bir ish bo'lib qolarmi deb ensirabli yuradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom to'y qilgan kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bu ayol bir yomonlik qilib qolmasin deb uyining atrofidan cho'gilab ketenmayli qoladi. Buni anglagan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Ey Abu Ayyub al-Ansari, nimishqa uyining atrofidan cho'gilab yuriysa, nima ish bo'ldi?" deb so'raydi. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu: "Yangi to'y qilgan ayollar sizlarga biraz ziyon yetkazib salommi deb ensirab qoldim ey Rasululloh" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni anglab nihoyat suyunib: "Harasakallohu ya Abu Ayyub, hayyan umayta." Ey Abu Ayyub, seni Alloh taolo tirik holatingda va o'lgan vaqtingda seni muhofazat qilsin, qo'g'disin deydi. Darvaqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning mana mushu duosining ijobati sababli Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu vafot topgandan keyinmi dushman ziminda bo'lsa-mu uni Rim podshohi odam turg'izib qo'ygan edi. Qarab boqadigan bo'lsak, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhuning qabrisi bugungi kunimizda Istanbulda Ayyubda yana shu qo'g'dalgan holatda turmoqda. Shunda qilib Hazrat Muaviya davrida nurg'unlagan islohotlar ilib berildi, siyosiy iqtisodiy jihatdan nurg'unlagan yangiliklar maydonga keldi. Islom davlati haqiqiy bir imperiya shakliga kirdi. Shundaqla xotirjamlik, aminlik hukm suriydi. Hazrat Muaviyaning xaliflik davri 20 yil davomlashgan bo'lib, u Hijriyaning 60-yili, milodiy 680-yilga kelgan vaqtda kasal tegib o'rin tutib yetib qoldi. U Hazrat Hasanga o'zining valiahdi tayinmaslik haqida va'da bergan bo'lsa-mu, lekin Muaviyaning atrofidagi xushomatchi va yoki Hazrat Muaviyani nihoyat yaxshi ko'radigan kishilar uningdan keyin valiahdilikka uning o'g'li Yazidni ko'rsatdi. Hatto ba'zi kishilar Muaviyaning xabarsiz Yazidga bay'at qilib, Muaviyadan keyin Yazid bo'lishi kerak deb qaraydi. Atrofidagi xushomatchilar va ba'zi kishilarning tavsiyasi bilan Hazrat Muaviya o'zining o'g'lini valiahd qiladi. Hazrat Muaviyaning Hasanga bergan shartini ado qilmaslikdagi sababi bo'lsa, Hazrat Muaviya islom dunyosi yangi birlik kelgan bo'lsa-mu, lekin Iroqdagi Hijaz rayonlaridagi o'ziga bo'lgan qarshilik, ya'ni Umaviylarga bo'lgan qarshilik taqa besiqmadi. Agar yana saylam qilamiz desak, yana islom dunyosi ikkiga bo'linib ketadi. Shuning uchun valiahd tayinlab, yana birlikni saqlab qolganimiz tuzuk deb o'zining o'g'lining valiahdi bo'lishiga, ya'ni o'lgandan keyin xalifa bo'lishini qaror qiladi. Tarixshunoslar va ba'zi jamiyatshunoslar, siyosiylar bo'lib Ibn Khaldun Muaviyaning bu qilganini to'g'ri deb qaraydi. Lekin ko'p sonli kishilar Muaviyani bu masalada to'g'ri qilmadi, Hasanga bergan shartini tutmadi deb qaraydi. Natijada Muaviya shu yilisi, ya'ni Hijriyaning 60-yili, milodiy 680-yili vafot topadi. Uningdan keyin xalifalik o'rniga o'g'li Yazid chiqadi. Lekin Yazidning xalifaligiga darvaqa Iroqliklar, Hijozliklar, ya'ni Makka madinliklar qarshi chiqadi. Uningga bay'at bermaymiz deb qaraydi. Makkada bo'lsa Abdullah ibn Zubayr, ya'ni Zubayr ibn Avvomning o'g'li uningga qat'iy bay'at berishga bo'lmaydi. Garchi Muaviya loyiq bo'lsa-mu, lekin Yazid muvofiq emas deb qaraydi. Chunki Yazid bo'lsa haraqkash, fosiq kishi edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning navrasi Hazrat Husaynmi, ya'ni Hasanning qarindishimi uni muvofiq emas deb qaraydi. Bu sababdan Iroqliklar, Makka madinliklar, ya'ni Hijaz rayonidagilar Yazidga bay'at bermaydi. Hazrat Muaviya islom dunyosi bo'linmasin deb o'zining o'g'lini valiahd qilgan bo'lsa-mu, aksicha islom dunyosi yana bo'linish girdobiga boradi. Shundaqla Iroqliklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning navrasi Hazrat Husaynga xat avatib, biz sizga bay'at qilamiz, siz xalifa bo'ling, bu omonatni qo'lingizga oling deb orqa-orqadan uni qiziqtiradi. Ya'ni xalifalikka undaydi. Hazrat Husaynmi xalifalik bir omonat, uni muvofiq bo'lmagan, mos kelmaydigan, loyiq bo'lmagan kishiga berishga bo'lmaydi deb qaraydi. Iroqdan kelgan orqa-orqa xat va Makkadagi Yazidga qarshi kuchning beshi bo'lgan Abdullah ibn Zubayrning qo'llashi bilan Hazrat Husayn bu xalifalikni o'z qo'liga olishni niyat qiladi. Hazrat Husayn Iroqdagi kishilarningki rost o'zini qo'llaydigan yoki qo'llamaydiganligi, urush qilib qolsa keyinda tura oladigan yoki tura olmaydiganligini bilib beqish uchun Muslim ibn Aqilni, ya'ni o'zining ikki tuqqan qarindishini Iroqqa, Kufaga avatadi. U vaqtda Kufaning valisi bo'lsa Nu'man ibn Bashir bo'lib, u Muaviyaga qarshi edi. Hazrat Muslim ibn Aqil Kufaga borgandan keyin Kufadagi Hazrat Muaviyaga qarshi Hazrat Husaynni qo'llagan kishilar uning oldiga chiqib nihoyat qizg'in qarshi oladi. Muslim ibn Aqil Kufaga kelgandan keyin Hazrat Husaynni qo'llaydigan Muaviyaga qarshi kishilar bilan birma-bir kurashib, ularning hammasini va'da ahd oladi. Iroqliklar biz cho'qim Hazrat Husaynni jon tikib qo'g'daymiz, uning keyinda turamiz, xalifalikni naloyiq odamga tashlab bermaymiz deb nurg'un ahd so'zlarni beradi. O'zini xalifa deb e'lon qilgan Yazid Kufada bo'layotgan ishlarni anglab, Kufaning valisiga nihoyat ochiq keladi, g'azablandi va darhol Kufaning valisi Nu'man ibn Bashirni ilvetib Ubaydullah ibn Ziyodni vali qilib tayinlaydi. Ubaydullah ibn Ziyod bo'lsa nihoyat zolim va Yazidga nihoyat sodiq edi. U vali bo'lgandan keyin Kufadagi, ya'ni Iroqdagi Hazrat Husaynning tarafdorlarini birma-bir iz qo'lab hammasini tutadi, tutanmaganlarni o'ldiradi va ba'zilarini pul, mol dunyo bilan setib oladi. Va shundaqla Muslim ibn Aqilni bo'lsa tutib, mixlab, dog'i esib kishilarga ibrat qiladi.
Lekin Muslim ibn Aqil allburun Hazrat Husaynga xat avatib, bu yerning odamlarini qo'g'daydiganga va'da berdi. Bular oz emas ekan, bularning soni 18 ming ekan, sizning keyningizda turdi ekan deb xat avatib bo'lgan edi. Hazrat Husayn xatni topshirib olgandan keyin keynimda turadigan odam tursa, mening mengishim haqiqat tursa, Yazidning xaliflikka ega bo'lilishi to'g'ri bo'lmagan tursa, endi men jim o'ltirsam bo'lmaydi. Bu haqiqat yo'lda mengishim kerak deb Madinadan Kufa qarab yo'lga chiqmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda Abdullah ibn Abbos va boshqa cho'ng sahobalar Hazrat Husaynni chiqmaslikka undaydi. Iroq ahliga ishongani bo'lmaydi. Ular sizni setib o'tadi, keyningizda turolmaydi deb Hazrat Husaynni bormaslikqa tavsiya qiladi. Lekin Hazrat Husayn men bu to'g'ri yo'lda haqiqatni egasiga qaytarish uchun mangmasam, bundan keyin boshqalar haqiqat yo'lda mangmaydi. Cho'qim men oz bo'lsammi, ojiz bo'lsammi mengishim kerak deb qarab yuzincha odam bilan ularning ko'p sonli o'zining jamiyatidan Iroq qarab mangadi. Yo'lning yarmiga kelgan vaqtda Muslim ibn Aqilning o'ldirilganligi, Kufaning valisining almashqanligi, shundaqla uning va'da bergan kishilarning nurg'unlarining o'ldirilganligi, turmga tashlanganligining xabarini oladi. Buni anglab Hazrat Husayn nayt qayg'uradi va Makka qaytib ketmoqchi bo'ladi. Lekin uning bilan birga kelgan tuqqanlari Muslim ibn Aqilning qissasini olmay qaytmaymiz, bu yo'ldan chekinmaymiz deb mahkam turib oladi. Hazrat Husaynmi yo'ldan davom qiladi. Ular Kufaning chegarasiga, ya'ni Iroqning chegarasiga kelgan vaqtda Ubaydullah ibn Ziyad Umar ibn Sa'd degan qo'mondonning boshchiligida 4000 kishilik qo'shinni ularning oldiga avatadi. Qo'shin ularning oldini to'sib, shartsiz taslim bo'lishini talab qiladi. Lekin Hazrat Husayn behuda qon to'kilmasin deb 3 xil taklifni sunadi. Uning birinchisi bo'lsa Makkaga qaytqilib qo'yish. Ya'ni Makkaga qaytib ketaylik, mush ish mushiyada to'xtasin, behuda qon to'kilmasin. Ikkinchisi bo'lsa xalifa Yazid bilan bizni kurashtiringlar. Uning bilan biz o'zimiz deyshaylik. Agar uningga bo'lmasanglar, bizni boshqa bir musulmonlar qo'shini boya ketgili qo'yinglar. Biz shu yerga ketaylik, hayotimizni jihad bilan o'tkazaylik deydi. Umar ibn Said degan bu qo'mondan keskin rad qilib, shartsiz taslim bo'lsizlar, sizlarni asir olamiz deydi. Ya'ni Rasulullohning jamiyatini asir olamiz deydi. Qo'shindagi ba'zi askarlar biz Rasulullohning narvasiga, Rasulullohning jamiyatiga qilich urmaymiz deb sabtdan ayrilib Hazrat Husayn tarafga o'tib ketadi. Hazrat Husayn Umar ibn Sa'dning niyatining yomon ekanligini bilib tuqqanlarga sizlarga qaytib ketinglar. Ularning maqsadi menda, men ular bilan urushib shahid bo'lay, sizlar saqlanglar deydi. Lekin tuqqanlari o'lsak tang shahid bo'lamiz, bo'lmasa birga qaytamiz deb unamaydi. Umar ibn Said boshchiligidagi bu zolim qo'shin Hazrat Husaynning atrofining hammasini muhosiraga oladi va uning suyini uzib o'tadi. Bir qancha kun o'tgandan keyin ularning suyi tugaydi. Hazrat Husaynning atrofida kichik bolalar ochliqdan va ussizlikdan yig'lashga boshlaydi. Zolim qo'shin Hazrat Husaynni taslim qildirish va asir erish uchun ana shunday ussizlik va ochliq bilan qiynaydi. Oxiri ular suv akilish uchun ko'l tarafga o'tib bu zolim qo'shin bilan tutishib qoladi. Hazrat Husaynning akasi Abbas nayt botirlik bilan erishadi. Oxiri shahid qilinadi. Bu tangsiz qo'shin ichida, ya'ni 4000 kishilik qo'shin 150 atrofidagi bu kishilarga urush echib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning jamiyatidan 30 necha odamning hammasini shahid qilib o'tadi. Oxirida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning narvasi Hazrat Husaynni shahid qilib, qallasini uzib, vali Ubaydullah ibn Ziyadning qashig'iga elib keladi. Shunda qilib bu fojia Hijriy 61-yili Muharram oyining 10-kunida yuz bergan bo'lib, tarixdagi nayt qonliq, echinishlik voqea hisoblanadi. Iroqdagi ma'lum kishilar biz va'damizni turanmidik, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning narvasi qo'g'diyanmidik, biz gunohkor deb nayt qonliq qisas qutuladi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning jamiyatining qo'g'dug'uvchilari, tarafdorlari deydigan bir guruh, bir jamoat shakllanadi. Ularning ismi bo'lsa Shialar. Shia degan yordam berguvchi, tarafdorlar degan ma'noda. Ya'ni Hazrat Husayn shahid qilingandan keyin Hazrat Husaynni qo'g'dashga va'da berib, qo'g'damagan kishilardan shakllangan bu kishilar islom tarixidagi tunj Shialarning paydo bo'lishi bo'ladi. Bu vaqtda hech qanday aqida farqi yo'q edi. Amal ibodat farqi yo'q edi. Faqat siyosiy jihatdan bilinib chiqqan, faqat va faqat Hazrat Husaynning qissasini oldigan kishilar edi. Shundaqla bu Shialar, ya'ni o'zini Rasulullohning tarafdorlari deb atagan bu kishilar mushu kunda Karbaloda, ya'ni Muharramning 10-kunisi Karbaloda o'zini urib, qirishlar, pichoqlab biz gunohimizni yuyamiz. Chunki biz Hazrat Husaynni qo'g'diyanmidik deb mushuni bir ibodat shaklida qilib olgan. Vaqtning o'tishiga ergashib ularda amal ibodatda, aqidada farqlar bosh ko'tarishga boshlagan. Yazid Hazrat Husaynning shahid qilinganligi, shundaqla vahshiylarcha qallis ilinganligini anglab xafa bo'ladi. Lekin bo'g'iliq bo'ppoqa edi. Hazrat Husayn mana shundaq vahshiylarcha shahid qilingan bo'lsa-mu, lekin uning bu qini Yazidga qarshi, ya'ni nahaqchilikqa qarshi bir isyon urqini tikib qo'ygan edi. Hazrat Husayn shahid qilingandan keyin Makka, Madina, Iroqda Yazidga qarshi isyonlar bosh ko'tarishga boshlaydi. Shundaqla Abdullah ibn Zubayr, ya'ni Zubayr ibn Avvamning o'g'li bu isyonchilarga, ya'ni Yazidga qarshi kuchlarning dahisiga aylanadi. Abdullah ibn Zubayrga Yaman, Makka, Madina va Iroqdagi nurg'un kishilar va rayullar bay'at qiladi. Shunda qilib islom dunyosi yana bir qatim ikkiga parchalanadi. Bir taraf Yazid, Sham va uning atrofidagi rayonlar, Misr, yana bir taraf Abdullah ibn Zubayr, Hijoz rayollari va Iroq. Abdullah ibn Zubayrning poytaxti bo'lsa Madina edi. Yazid jiddiy shaklda qo'shin tashkillab Madinaga yurish qiladi.
va Madinani muhosiraga olib, shiddatli hujum qilib, vahshiylarcha odam o'ldiradi. Abdullah ibn Zubayr mag'lub bo'lib Makkaga chekinishga majbur bo'ladi va poytaxtini Makkaga yo'tkaydi. Ondan keyin Yazid qo'shini Makka qarab yo'lga chiqadi. Makkaga minish yo'lida ularning qo'mondoni o'lib, qo'mondon almashidi. Ondan keyin Makkaga yetib berib, Makkani muhosiraga oladi. Makkaning atrofini muhosiraga olgandan keyin manchanoq etib, shiddatli hujum qiladi. Hatto otgan manchanoq tashlari Ka'baga tegib, Ka'baning ba'zi tomlari zaxmlanadi. Yıqıladi. Mana mushundaq elishayotgan paytda Yazid o'ladi. U o'lgandan keyin qo'shin Makkadan chekindiriladi. Yazidning o'rniga Yazidning o'g'li Muaviya, ya'ni Muaviyaning o'g'li Yazid, Yazidning o'g'li Muaviya. Muaviya xalifalikka saylanadi. Lekin Muaviya xalifa 3 oy o'tibla o'lib ketadi. Undan keyin uning o'rniga Umaviylar jamiyatidan bo'lgan Marwan ibn Hakam xalifa bo'ladi. Umaviylarning ikki xalifasi keyin-keyin o'lish sababli ularning hokimiyati tavrab qoladi. Ularga qarashliq ba'zi rayonlar ularga bo'lgan itoatidan voz kechib, Abdullah ibn Zubayrga bay'at qilishga boshlaydi. Marwan ibn Hakam chiqqandan keyin keskin tadbir qo'llanib, o'zining rayonlaridagi o'ziga isyon qilgan, o'zining qo'lidan chiqib Abdullah ibn Zubayrga bay'at bergan kishilarni, ya'ni rayonlarni qaytarib akiladi. Uning xalifaligimi 1 yilga bormaydi. 1 yilga barabarmaylar vafot topadi. Undan keyin Marwan ibn Hakamning o'g'li Abdul Malik ibn Marwan xalifa bo'ladi. Abdul Malik ibn Marwanning nihoyat zolim, rahimsiz, ammo nihoyat istedodli, qobil qo'mondoni bor edi. U bo'lsa Hajjaj ibn Yusuf Saqafi. Abdul Malik ibn Marwan Hajjajning boshlig'ida 40 ming kishilik qo'shin bilan Iroqqa yurish qiladi. Chunki Iroq isyon qilib Abdullah ibn Zubayrga qo'shib ketgan edi. U Iroqqa shiddatli hujum qilib, nihoyat rahimsizlarcha odamlarni o'ldirib, qon kechib, oxiri Iroqni bo'ysundiradi. Ondan keyin Makka qarab yurish qiladi. Hajjaj Makkani muhosiraga oladi va shiddatli hujum qiladi. Shundaqla Abdullah ibn Zubayrning atrofidagi nurg'un odamlarni o'ldirib, ibrat qilib, qo'rqitdi. Nurg'un kishilar qo'rqib voz kechdi. Ba'zilar setiladi. Eng oxirida Abdullah ibn Zubayr yolg'iz qoladi. Abdullah ibn Zubayr yolg'iz qolgan vaqtida onasining qashig'iga boradi. Ya'ni Asma bint Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qashig'iga berib, "Ey ana, men yolg'iz qoldim. Eng yaqin odamlarim meni tashlab ketdi. Men yana puttirab turmanmi yoki taslim bo'laymi?" deydi. Abdullah ibn Zubayr bu gapni onasining ruxsat elish uchun emas, bir uzuq elish uchun degan edi. Asma bint Abu Bakr Siddiq bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tamoq to'shgan buyuk ayol sahobalarning biri edi. U vaqtda uning yoshi 100 yoshni eshib, ko'zi ko'mas bo'lib qolgan edi. Asma bint Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu: "Ey Abdullah, sen asla taslim bo'lsang bo'lmaydi. Sen haqiqat yo'lda o'lib shahid bo'lsang bo'ldiki, taslim bo'lsang bo'lmaydi" deydi. Mana bu qahramon ayolning gapini anglagandan keyin Abdullah ibn Zubayr qaytadan kuchga kelib tirkishni, u zolim Hajjajga qarshi urush qilishni davom qiladi. Oxiri chekinmay, taslim bo'lmay shahid bo'ladi. Hajjaj Abdullah ibn Zubayrning jasadini mexlab Makka ko'chalarida sazoyi qiladi va ibrat qiladi. Abdullah ibn Zubayr shahid qilingandan keyin uningga bay'at bergan, uningga qarashliq bo'lgan rayonlarning hammasi Abdul Malik ibn Marvonga qarashliq bo'lib, uningga bay'at qilishga majbur bo'ladi. Shunday qilib Abdul Malik ibn Marvanning davrida islom dunyosi yana bir qatim birlikka keladi. Shialar va xavorijlar tarafidan onda-monda isyonlar bosh ko'targan bo'lsa-mu, lekin umumyuzlik xotirjamlik, aminlik hukm suraydi. Islom dunyosidagi ichki to'qinish, siyosiy bo'linish oxirlashgandan keyin yana sirtqa qarab yuzlanish boshlanib ketadi. Mana shu Abdul Malik ibn Marvanning davrida bizning diyorimiz Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston diyorlariga islom yetib boradi. Shundaqla bu davrda o'qitish rivojlanishga boshlaydi. Natijada Abu Hanifaga o'xshash olimlar yetishib chiqadi. Shundaqla mana shu davrlarda, ya'ni Abdul Malik ibn Marvandan keyingi davrlarda, ya'ni Umaviylarning oxirgi davrlarida to'g'ri yo'lda mang'uvchi 5-xalifa bo'lgan Umar ibn Abdul Aziz maydonga keldi. Bu tafsilotlarning hammasi qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Lar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə kəbi həm arsılan. Düşmən gəlsə şiddət bilən səl bolub, əslə bolsun əhzab günü yadımda.